Ana kelinda akasi keldi. Keldimi? Os. Tasbih. Sochim yaxshi turibdimi? Yaxshi kelib aka. Ha, birorta restoranda o'tirsak bo'lardi, sal odam xijolat bo'lyapti-da. Bo'lmasa xonamga kiraylik aka. Restoranlarda o'tirish qochmaydi. Qolaversa, bu yerda ham shaharlarda Ramazon kelishiga chiroyli qilib qo'yibsiz. Zo'r o'tiribmiz bu yerda. Shunaqa aka. Endi bu oyda 1 yil kutamiz-u. Har yili ro'zada 30 kun ro'zani kanda qilmay tutamiz aka. O'zi uydagilarcha sizni ta'riflashganda taqvodor yigit deb haqiqatda aytganlaricha bor ekansiz. Bir yaqindan tanishib olamizda endi. Ha, to'g'ri aytishibdi aka. Uydagilaringiz namoz vaqti hamma ishimizni yig'ishtirib faqat namoz o'qiymiz aka. Bir kunda 5 mingta zikr qilib yuramiz. Zo'r aka. Azon chaqirishyaptimi? Shom ham bo'lib qopti. Menimcha masjidga ulgurmasak kerak. Agar bironta xona bo'lsa o'qib olardik shunda. Shom ham bo'lib qoldimi? Ha, bor aka, xonada meni tahoratim yo'q-da, o'zingiz o'qib turaverasizmi? Mayli, xonangizni ko'rsating bo'lmasa. Bo'ldi, yuring aka, mana bo'ladimi shu yerda namoz o'qisa? Zo'r xonalar. Pokiza joy ekan. Faqat joy namoz bormi? Ha, joy namoz uydirgani berib qo'ydim-da, uyga men masjidda o'qishni yaxshi ko'rardim-da. Ha, bo'ldi, uka, xijolat bo'lmay, bo'lmasa mashinamda joy namoz bor, hozir olib kelib o'qib olaman. Hoji Akbar, Labbay aka. qibla qaysi tomonda edi? Bilolmadim bu yerda. Qibla baqa sola quyosh bag'dan chiqib, baqa botish hozir men sizga telefonda ko'rib beraman hozir. Qibla mana bu tarafni ko'rsatyapti. Aka bu tarafda ekan. Siz o'qib turib chiqavering, men o'rtog'imning xonaga chiqib turaman, qarab qoldi-da. Ha. Kelinda akasi vaqti ezvordi o'rta. Nima bo'ldi o'zi? Nimani gaplashdilaring? Bilmayman, faqat namoz haqida gapirdi. Menimcha o'xshamadimi deyman-da. O'zi nima shu oilani olding? Bu hoji akalar eski boylarda, ancha foydalansang bo'ladi hali bulardan. Aka, o'qib oldingizmi? Namozlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat uka, o'qib oldim. Shomdan keyin 2 rakat istixora namozini ham o'qidim. Xullas, siz bizning oilaga to'g'ri kelmas ekansiz. Tayyor yuvilgan joy namozimizni qo'yib qo'ydim. Bag'iga o'zingizning qalbingizni ham, bizning joy namozimizni ham toza tuting uka. Taqvoniga qolasanlar o'zingcha. Seningni boshingga ur. Joy namozni umradan olib kelganlarim turibdi uyda. Va istixorasi nima edi o'zi?